Mana bu tayyor o'sha bo'lgan gilamlarni sotuv magazini. Mana shu hammasi qo'lda qilingan. Qo'l mehnatlari juda ajoyib. Ko'rishlaringiz mumkin. Qarang. Qanaqa risunkalari hammasi chiroyli. Mana. Hunarmandchilik otamizdan, eski bobolarimizdan qolgan urf-odatlar. Mana haligacha Buxoroda ko'rgani kelganmiz. Eski qadimiy nusxalar, yangi stilda chiqargan. Mana har bittasini juda ajoyib. Qarang, ko'rib ko'zingiz quvnaydi hammasini. Shunda bitta gilamni masalan, bitta gilamni eng o'rtachasi ana shu. Mana bu mana. Masalan, qo'yla to'g'ri 1.5 ana shu 2 ga 8.000 dollardan boshladi. Mana eng kichkina, mana eshityapsizlar narxlarini. Eng kichkina nimalari, qo'l mehnati juda qiyinligi uchun eng kichkina razmerlari bitta 1.5 ga 2 razmerlari 3.000 dollar turar ekan. Qizlar narxini ham qarang. Juda qimmat, lekin biz shu kasbni o'rgansak zo'r bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi niyatlar qildik. Xudo xolasa bu hunarni albatta o'rganib davom ettirish niyatimiz bor. Hammasi qo'l mehnati qo'limizdan keladi. Faqat harakat qilsak bo'ldi.